Assalomu alaykum akalar, Nursuluk biznesmen akalarimiz uchun juda ham ideal variantdagi joyimizni topib qo'yganmiz. Hozir xudo xolasa sizlarga mana shu joyda to'liq hamma yo'g'ini obzor qilib beraman. Hozir birinchi o'rinda buni lokatsiyasini ko'rsataman sizlarga mana. Mana bu joy. Mana shu joy. Bu joyimizning joylashishi Qo'rg'oncha mahallamizda joylashgan bo'lib, Yayfandan kelishda, Qo'rg'oncha svetofordan o'tgandan keyin 400 metr kelganda bu taraf joy mahallaga o'tishda chap qo'lda keladi. Katta qilib reklamalarni qo'yib qo'ygan. Hozir sizlarga ichkarilarini to'liq ko'rsataman. Ichkaridagi shart-sharoitlari vaqti dahshat. Joyimiz 7 sotkdan iborat. Elektr ta'minoti, suv ta'minotidan umuman muammolari yo'q. Elektr ta'minotida 3 faza toklarigacha bor. Navesta balandligini qaranglar. Bu joyimiz yangi biznes boshlaydigan yoki biznesi bor akalarimiz uchun juda ham zo'r variant. Bu joyimizni berilish tartibi xohlasanglar joy egalari bilan kelishgan holatda, seli holatda yoki bokslarga bo'lingan holatda beriladi. 12 ta boksdan iborat. Ayniqsa meva sezonga juda ham zo'r variant, chunki katta mashinalar qaytishiga, kirishiga, chiqib ketishiga umuman bu yerda joydan muammo yo'q. Darvozalari katta, navetlari juda ham baland. Marhamat. Joyimiz 7 sotik. 7 sotikdan iborat. Hamma kommunalka taraflama umuman muammolari yo'q. Yonida elektrik qo'lchi akalarimiz bor, burchakda. Anchadan beri ish faoliyatlarini olib boradi. Mana marhamat. Ko'rishingiz mumkin joy. Joy vobshi katta. Yem uchun, semen uchun shunaqa bizneslarda foydalansalangan bo'ladi. Meva sezonida mevani olib kelib turib bosib biratadan Rossiya pastiyalarga chiqarsan bo'laveradi. Vobshlar uchun ideal variant, juda unaqa qimmat emas ijaralari. Mana shu pastiga akamizning telefon nomerlarini qoldiraman. Qiziqqanlar bo'lsa, yana qo'shimcha ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lgan akalar bo'lsa, mana shu akamizga aloqaga chiqib bemalol bilib olishlari mumkin. Lekin joy juda ham ajoyib, juda udobniy, yaxshi lokatsiyada joylashgan, katta yo'lning bo'yida.